Siz shunaqa rasmlarni ko'rganmisiz? Sizning o'zingiz shunaqa rasmga tushgandirsiz. Bugungi videoda biza eng sirli va dahshatli rasmlarni ko'rib chiqamiz. Videoga tayyor bo'lsangiz ekranga yaqinroq o'tiring va biz videoni boshladik. To'la birinchi rasmga o'tishimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Chunki biz yana YouTube'ga qaytdik va endi har kuni yoki har 2 kunda yangi video chiqarishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizning buncha mehnatimiz bekorga ketish kerak emas o'rtoqlar. Like obuna bosib qo'ygan bo'lsanglar, birinchi rasmni ko'rib chiqamiz. Birinchi rasm juda ham dahshatli. Birinchi rasm ko'rdik. Ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Mashinada ayol kishi ketyapti va orqaga qarab selfie tushyapti. Orqasidan qanaqadir dahshatli maxluqmi, nima endi bu kinodan parchami yoki hayotiy rasmmi bilib bo'lmaydi o'rtoqlar. Birinchi rasmni shunchalik qo'rqinchli, hali bizda 20 ta rasm bor. Ketdi, ikkinchi rasmga o'tamiz. Ikkinchi rasmni hech nima sezmasligingiz mumkin bir qarashdan, lekin bu yerda bitta sir bor. Bundoq shunday yaqinlashtirib ko'rsak, ayol kishini tagidan qanaqadir ko'z qarab o'tiribdi. Prям taxlanganmi yoki haqiqiy hayotda shunday bo'lganmi? Buni bilmayman o'rtoqlar. Prям sizlar ko'rishinglar mumkin. Hamma rasmlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal mana silkadan o'tishlar bo'ladi. QR-koddan o'tishlar bo'ladi. Va o'rtoqlar biz keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasm mana o'rtoqlar o'rmonda ro'y bergan hodisa va bu yerda qanaqadir maxluq butalarning orasidan yugurib kelyapti va bu odamlar orqaga qarab qochishyapti o'rtoqlar. Bu rasm rostdan ham bo'lganmi yoki uyushtirilganmi bilmayman. Agar shu videoning tagida o'rtoqlar 300 tagina, atiga 300 tagina like qilib bersanglar, men yangi video olaman va ana shu rasmlarni o'xshatib ko'rishga harakat qilamiz. Ana shu qo'lni ko'rsatgan rasmlarni, qo'lni haqiqiy o'shanga o'xshatib ko'rishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsanglar biz keyingi rasmga o'tamiz. Bo'ylar ko'zim o'rib qoldi. Keyingi rasmda o'rtoqlar qaranglar. Qiz, oddiy qiz bu tarafga qarab o'tiribdi, lekin oynadan boshqa, ya'ni kampir deydimi? Ana shunga o'xshagan odam qarab o'tiribdi. Prям qarang, necha strashno bo'lishi mumkinmi? Lekin buni taxlasa bo'ladi, lekin kepkatda taxlasa bo'ladi. Bu rasm necha bilmayman. Balki taxlangandir. Lekin bu rasmlarni o'rtoqlar Photoshop elementlarini topish uchun nechadir piksel kattalashtirib ko'rishgan. Lekin Photoshop elementlari topilmagan. Shunisiz ketdi. Biz keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasm 100% taxlangan o'rtoqlar. Chunki bu rasm taxlash juda ham oson. Ilk o'yin bitta odam biroz bu tarafga qarab kulyapti, bu tarafga qarab indamay o'tiribdi. Bu rasmni 100% taxlashga harakat qilib ko'ramiz. Kanal tagida 300 tagina like qoldirsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Biz keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasm oddiy odam yana selfie tushyapti va orqasidan glazokdan qanaqadir maxluq qarayapti. Buni ham taxlash oson. Oson o'rtoqlar. Bile orqada televizorda qo'yib qo'yganman. Chota nito rasm chiqib qoldi. Buni ham taxlash oson o'rtoqlar. Agar shu videoning tagida 300 tega bersalar, bular hammasini taxlab ko'ramiz. Keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasm qarayotgan bo'lishinglar mumkin. Oddiy rasmga o'xshab ko'rinyapti. Yaxshilab uyning bu tarafini shunday o'giradigan bo'lsa, biling qaranglar nimalar turibdi. Ko'rasizlar, uyning bu tarafini o'girayotgan bo'lsa, necha bu rasm ham taxlangan hisobiga o'tadi. Yana bilmayman. Mana bu rasmda ikkita odam rasm tushyapti qorong'ida va bu yerda qanaqadir maxluqqa o'xshagan narsa chiqib turibdi. Bu rasm prям taxlangan yoki bu qo'g'irchoq. Shunaqa hisoblasam, hech qanday yaxshi qo'yamiz. Okey, ketdi. Keyingi rasmga o'tadigan bo'lsa o'rtoqlar qaranglar. Bu rasm sizlarga ko'rinishda oddiygina rasm bo'lishi mumkin, lekin bunda katta sir yotibdi. Qaranglar. Oddiy erkak xotinini ushlangan
ili xotini hech kim ushlamagan. Qizchani ham ikkita qo'li turibdi, lekin oxirgi qizchani qo'lini kimdir ushlab turibdi. Prям страшно, блядь. Lekin buni ham taxlash oson. Bilan montajda qo'yib qo'ysa bo'ladi, lekin bular ayta olmayaptilar. Necha piksel kattalashtirib ko'rilgan va Photoshop elementlari umuman topilmagan. Prям tasavvur qilib ko'ringlar. Va biz keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasm oddiy qizcha telefonda gaplashib turibdi. Ili oyog'i prям pastga tushib ketyapti oyoq cho'g'sidan qiyshiq bo'lib. Lekin bu cho'tdan nitoroq suyuq chiqib qoldi. Keyingi rasmda o'rtoqlar, prям oddiy daraxt, qanaqadir skeletni rasmi turibdi daraxtda. Prям bu qo'rqinchli emas. Buni Photoshop elementlar bemalol Photoshop emas bu. Qanaqadir dastur va buni taxlash uchun prям Ronaldoning rasmini qo'yasiz, xuddi o'shanday qilib taxlab beradi. Ili ko'zingizni ozgina yumsangiz, xuddi o'shanga o'xshab taxlab beradi. Prям mana. Ko'rasizlar? Keyingi rasmda oddiy odamlar o'ylashinglar mumkin. Keyingi rasmda yo'q. Suvga yaxshilab qarasak, qanaqadir bitta odam oqib ketyapti suvda. Lekin bu odamga hech kim qaramayapti. Okey. Keyingi rasmga o'tadigan bo'lsak, bu ham taxlanganmi deb o'ylayman, chunki ko'rasizlar chetida odamning rasmi turibdi. Prям burni, og'zi, ko'zi ham bo'ldi. Bilet, bu taxlangan 100%. Yana bilmadim. Keyingi rasmga o'tadigan bo'lsak, bu ham 100% taxlangan. Bilet, oyog'ini qo'li qichalayapti. Nicho sibe. Bu sal neto tuyulayotgan bo'lishi mumkin o'rtoqlarga. Ma'lum. O'lqonaga. Voy, bilet, ham qo'rqaman. O'rtoqlar, oddiy tuyulayotgan bo'lishi mumkin bu sizlarga, lekin bu oddiy emas. Ham oyog'ini ikkita qo'li partan ustida turibdi. Lekin oyog'ini yana bitta qo'l nima bu? Nima desam bo'la? Bilet, nima? Inson nitoda aytish bilet. Qichalayapti to'g'risini aytgan. Dehqon javobgan. Keyingi rasmga o'tsak o'rtoqlar, hamma bolalar turibdi. O'ng tarafdagi bola yaxshilab qarasak, yuzi qanaqadir bir o'zga sayyoralik yuziga o'xshaydi. Lekin bu taxlangan bo'lishi mumkin, lekin hayoti shunaqa tug'ilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa bor bolalar, to'g'rimi? Lekin taxlangan bo'lishi ham mumkin. Chunki hamma odam o'tiribdi, uni yuziga qaraydi-ku, baribir qolgan bolalar shu gapiradi, baribir buni tushunmaydi, bemalol. Bu shu hayotdan shunday bo'lib tug'ilgan yoki-da bu taxlangan. Biz keyingi rasmga o'tadigan bo'lsak, tagidan nimadir qarab o'tiribdi. Bu 100% odam, bilet, qaranglar, yuzi maxluq emas bu. 100% odam. Odam bu o'rtoqlar. 100% odam. Lekin buni piksellarda topolmagan, chunki bu oddiy odam. Haqiqiy hayotda shu pastda nimadir tushib ketganmi? Qarayapti pastga. Keyingi rasmga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rpani tagidan qanaqadir ko'z qarayapti, bu ham taxlangan bilan. Oxirgi rasmga o'tadigan bo'lsak o'rtoqlar, oddiy qiz bola kechqurun o'tirib ko'chada, prям rasmga tushyapti. Yerdan qanaqadir inspektor kelyapti, и все. Buni qanaqadir nima deydi uni? O'ziga narsasi, sirli narsasi nima bilmadim. Mana bu rasmlarga tushunmadim, qolgan rasmlarga hammasiga tushundim. Nima tushunmadim. Oxirgi rasmimizga o'tdik o'rtoqlar. Oxirgi rasmimizda prям fil, qanaqadir tug'ilgan fil, qulog'i bor-ku, xartum deydimi? Yo'q, xartum og'iz bo'ladi. Pashti qulog'ida ko'rasizlar odam rasmi. Bunda ham xuddi boyagi mam rasmga o'xshagan bu filda ham odam rasmi turibdi. Bu hech qanaqa bir strashniy narsa emas, ili tug'ilganda shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Necha bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Mana o'rtoqlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va keyingi videoda qanaqa video olishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Iltimos sizlardan yana bir narsani so'ramoqchiman. Meni kichkinagina bitta maqsadim bor, 500 ta obunachi bo'lish. O'rtoqlar, atiga 90 ta odam qoldi. 90 ta odam obuna bo'lsa o'rtoqlar, men 500 ta obunachiga erishaman. Va o'rtoqlar, yana bundan da zo'r kontentlarni bosishga harakat qilamiz.
Bundanda strashniy kontentlarni olishga harakat qilaman o'rtoqlar. Sizlar prosta like obunani bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. 3 oy kanikulyada sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz o'rtoqlar. Keyingi video qanaqa bo'lishini kommentga yozib qoldiringlar. Hammanglarga sog' bo'linglar. Bye.